Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Fitr zakati, yani fitr sadiqasi haqida. Fitr degan arabcha gap bo'lib, ma'nosi ig'iz echish degan gap. Fitr zakati yoki fitr sadiqasi deb aytilishining sababi Ramazondan biz ig'iz echish bilanla farz bo'lib ketadiganligi uchun bu fitr zakati deb ataladi. Buning hukmi fitr sadiqasi berish barliq musulmonga farz. Kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, qul bo'lsin, bir odam bo'lsin, hammasiga farz. Buning dalili Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda undaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazondagi fitr sadiqasini bir sa xurma yoki bir sa arpa qilib belgilab berdi. Kimlarga belgilab berdi? Qulga, er odamga, erga, ayolga, cho'ng, kichik barliq musulmonlarga bir sa arpa yoki bir sa xurma qilib belgilab berdi. Bu birlik qilingan hadis. Fitr sadiqasi kimlarga vojib bo'ladi desa, fitr sadiqasi cho'ng, kichik, er, ayol, hur va qul barliq musulmonlarga vojib. Buning dalili biz hozir deb o'tgan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisdan iborat. Kishi fitr sadiqasini o'zi uchun beradi, ham o'zi nafiqa berishga tegishlik bo'lgan, nafiqa berish farz bo'lgan kishilar uchunmi beradi. Masalan, bolalari, ayoli va yana undan boshqa nafiqa berishi kerak bo'lgan yaqin urug' tuqqanlari, masalan, aksi yoki sonisi, otisi yoki navrisi yoki buvisi qatorliqlarga o'xshash bular haqidami beradi. Lekin bu kishi fitr sadiqasini berish farz bo'lish uchun bu kishining uzuqligi va bu kishi nafiqasini berishga tegishli bo'lgan kishilarning uzuqligi hayit kuni kunduzi va hayit kuni kechasi o'zlariga yetadigan bo'lishi, uningdan oshqini fitr sadiqasini chiqarishga yetadigan bo'lishi kerak. Agar qo'rsaqdagi homilga ruh bilingan bo'lsa, ya'ni jon kirgan bo'lsa, ya'ni 4 oyga yetgan bo'lsa, bularning haqqidami fitr sadiqasi berish mustahab hisoblanadi. Chunki ilgari o'tgan salaflarimiz homilning haqqidami fitr sadiqasi chiqargan. Bu Osman ibn Affan radhiyallohu anhu va boshqa sahobalardan sabit bo'lgan ish. Ya'ni shular qilgan, chiqargan. Fitr sadiqasi berishning vojib bo'lishining shartlari. Birinchisi islom, ya'ni u kishi musulmon bo'lishi kerak, kofirga vojib emas. Ikkinchi sharti uning va uning ayol bolalarining hayit kuni kunduzi va oqshimi yeydigan uzuqligidan oshadigan bir narsa bo'lishi kerak. Fitr sadiqasining hikmati. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr sadiqasini, fitr zakatini ro'zadagi og'izni buzib salgan, buga gap qilib salgan, mushu xatoliklar uchun poklab uni farz qilib berdi va miskin faqirlar uchun yemaklik qilib farz qilib berdi. Man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula, man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Kimki fitr sadiqasini hayit namozidan ilgari bervassa, u qabul bo'lgan zakat bo'ladi. Kimki hayit namozidan keyin bersa, u sadiqalardan bir sadiqa bo'ladi. Demakki, hayit namozidan ilgari fitr zakatini bervassak, bizning haqqimizda zakat bo'ladi. Fitr zakatining farz bo'lgan miqdori qanchalik va qaysi narsalardan bersak bo'ladi deganda, fitr zakatida farz bo'lgan miqdor shu kishi yashayotgan shahardagi, shu shahar ahli ko'pincha yeydigan uzuqlikdan birsa bo'ladi. Masalan, bug'doydan yoki arpadan yoki xurmadan yoki quruq uzum yoki sutdan yasaydigan, masalan, qurt o'xshash yoki guruch yoki qo'noq shunga o'xshaydigan narsalar. Chunki bular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan sahih hadislarda bayon qilingan. Buning dalillaridan yana Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis umundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonida fitr zakatini chiqaratdik. Ya'ni yemakligimizdan, ashligimizdan bir sa chiqaratdik. U vaqtda bizningki ashligimiz arpa, quruq uzum va qurut va xurma edi. Bunun aloqador yana bir masala: fitr zakati uchun ashliq bermay, ashliqning qiymatini hisoblab, pulini bas bo'lamdi deganda, bu masalada olimlar o'rtasida ixtilof bor, lekin ko'pincha olimlarning ko'z qarashida qiymatini bas bo'lmaydi, ashliq berish kerak deb qaraydi. Bularning dalillari tuvandikicha. Birinchi, ibodatdagi asli qoida tavqif,
ya'ni Alloh taolo va Allohning rasuli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam belgilab bergan bo'yicha bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning fitr sadiqasi uchun oshliqning qimmatini hisoblab pulini berganligi isbotlanmagan. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun degan. Kimki bizning bu din ishimizda yo'q narsani yangidan paydo qilsa, u rad qilinuvchidir degan. Ularning dalillaridan ikkinchisi sahobalar radhiyallohu anhum payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida fitr sadiqasi uchun bir so oshliq beradi. Ayni vaqtdagi sahobalar, ayni vaqtdagi odamlar pulga ehtiyojli edi. Shundaqla u fitr zakat beradigan kishilardami pul vardi. Shundaq turuqliq ular pul vermesdan, oshliqning qimmatini vermesdan, balki oshliqning o'zini bergan. Bu xil ko'z qarashdagi odamlarning dalillaridan 3-dalil fitr zakati uchun oshliq berish bilan banda Ramazonda ro'za tutishning bog'lanishi va munosabati bor. Ro'zador kishi Ramazonning kunduzi yemak-ichmakdan cheklandi. Ramazon oxirlashganda bo'lsa, fitr zakati uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oshliq berishga buyurdi. Ya'ni bu ikkisining munosabati bor. Fitr zakatini chiqarish farz bo'lgan vaqt qaysi desa, het kun oqshimi, ya'ni Ramazonning oxirgi kuni kun o'ltirish bilanla farz bo'ladi. Fitr zakatini chiqarishning ikki xil vaqti bor. Birisi fazilatli vaqt, ya'ni birisi durust bo'lgan vaqt. Fazilatli bo'lgan vaqti het kuni tong atqandan tortib het namozi o'qilishdan sal-pal burungi vaqtgacha, mushu oraliqcha bo'lsa bu fazilatli vaqt hisoblanadi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fitr zakatini kishilar het namoziga chiqishning oldida berishga buyurgan. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ya'ni het kuni tong atqandan tortib het namozi o'qilishdan burungi oraliqda bersak bu fazilatli vaqt bo'ladi. Durust bo'lgan vaqt-chu deganda het kunidan 1 yoki 2 kun burun bersa durust. Chunki Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq kelgan: sahobalar fitr zakatini hetdan 1 kun yoki 2 kun burun beradi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Fitr zakatini het namozidan kechiktirishga bo'lmaydi. Agar bir kishi fitr zakatini het namozidan keyin bersa, bu chaqda buning bergini zakat emas, balki sadaqa bo'ladi. Bu yerda deb o'tgandek, u bu kechiktirganligi sababidan gunohkor bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki fitr zakatini het namozidan burun bersa, u qabul bo'lgan zakat bo'ladi. Het namozidan keyin bersa, u sadaqlardan bir sadaqa bo'ladi degan. Ammo bir kishi bir hojat uchun yoki o'zir sababidan het namozidan keyin bergan bo'lsa, desa, masalan, u kishi bu shu birdigan vaqtida safar ustida bo'lib qoldi va yoki bagidek bir faqir miskini topolmadi. O chaqda bu kishi bu sababli gunohkor bo'lmaydi, ammo uning gadini saqitib ketmaydi. Qachon berishga qodir bo'la olsa, darhol berib o'tadi. Fitr sadaqasini berishdagi sunnat shu kishi, ya'ni fitr zakatini bermoqchi bo'lgan kishi o'zi yashayotgan shahar yoki davlatning xalqi, ahli ko'pincha yeydigan, ko'pincha iste'mol qiladigan uzuqlikdan, yemaklikdan bersa bo'ladi, oshliqdan. Mayli guruch bo'lsin yoki bug'doy bo'lsin yoki beliq bo'lsin yoki makrona bo'lsin. Buning sababi het kuni faqir, kambag'al miskinlarning hojatini qamdash uchun, ularga tasalli berish va yordam qilish uchun. Ularga beradigan fitr zakati shu shahar, shu davlat xalqi yeydigan, ko'pincha yeydigan, ya'ni yemaklikdan berish orqali hosil bo'ladi. Fitr zakatini berishda boshqalarni vakil qilsa bo'ladi. Ya'ni boshqalarga pul berib, sen bu pulga manchilik miqdordagi bug'doy yoki guruch yoki xoma setib olib, sen buni faqir miskinlarga olib bergan, bervatga meni onumda desa bo'ladi. Fitr zakatini qanday odamlarga berish haqida olimlar o'rtasida ixtilof bor. Ya'ni birinchi xil ko'z qarash, fitr zakatini cho'qim faqir miskinlarga berish kerak deydi. Ikkinchi xil ko'z qarashda bo'lsa, zakat oladigan 8 turlik odamlarga bersa bo'ladi deydi. To'g'ri ko'z qarash, fitr zakati faqir kambag'allarga beriladi. Agar faqir kishi garchi faqir bo'lsa-hamdi, uning oshlig'i uyda bor bo'lgan oshlig'i o'zi va uning ayol bolalari het kuni va het kuni oqshimi yesa, ularga yetib
eşib qoladigan ochliq bo'lsa, u chaqda bu odam kambag'al bo'lsa-mu garchi fitr zakat berdi. Ya'ni o'zidan boshqa faqir, miskin, kambag'allarga bersa bo'ladi. Ammo fitr zakatini kofirga berishga bo'lmaydi. Kofirning fitr zakati oladigan kishilar qatoridan emasligiga olimlar ittifoq kelgan. Shuning bilan bugungi dars mushu yerda oxirlashdi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.